Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlərini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xəvərlərimizdən asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. İntérpol Xitaygha qaytۇرۇلۇش xəvpىgə duch kelgan İdris Hesenning Qizil tashliq tutush buyruğunu to'nglatdi. Qéyum Muhemmedning 3 yildan buyon tutqunda ekanligi dəlilləndi. Xitoy moyiri Mao medali taqaganligi uchun tekshirilmoqda. Turkiya va Siprusning yer yuzi temperaturasi 50 Selsiya gradusdan oshdi. Sağlamlık hakkında. Tövende diktanlar haberlerimizden tepsili mezmunları olsun. Xalqaro jinoiy ishlar soqchi tashkiloti ya'ni İntérpol Marokashning Kasablanka shahridagi Muhammed 5 xalqaro aerodromida tutib qilinib, Xitoy qaytۇرۇلۇش xavfiga duch kelgan Uyg'ur faoliyatchisi İdris Hesenning Qizil tashliq tutish buyrug'ini to'nglatgan. Interpolning bildirishicha, ular İdris Hesen haqida yangi uchurlarga erishgan bo'lib, uning ahvolini aniqlash oxirlashgan qadar uning haqidagi qizil tashliq tutish buyrug'ini to'nglatgan. 33 yoshlik faoliyatchi İdris Hesen bu yil 19-iyul kuni 2012 yildan beri yashab kelayotgan Turkiyadan Yevropadagi bexatar 3-bir davlatga panohlik izlab menib Marokashning Kasablanka shahrida tutqun qilingan. Keyinroq uning Xitoy hukumati tomonidan terrorlik bilan ayblanib Interpolga berilganligi va Interpolning uning ustidan qizil tashliq tutish buyrug'i chiqarganligi ma'lum bo'lgan. Janubiy Xitoy Səhər pochtasining xabar qilishicha, Interpol bosh sekretariati o'zlarining 2016-yildan beri a'zo davlatlar tomonidan talab qilingan har bir qizil tashliq tutish buyrug'ining Interpol nizomnomasiga uyg'un yoki emasligini qayta tekshirib kelayotganligini bildirib, shu munosabat bilan erishgan yangi uchurlar bosh sekretariatning diqqatini qo'zg'ashga İdris Hesenga chiqarilgan qizil tashliq tutish buyrug'ini yangi aniqlash xizmatlari oxirlashg'icha to'xtatildi degan. Interpolning bir amaldori bu qarorning Xitoy va Marokash doiralariga uqtirilganligini bildirgan. Biroq qandaq uchurning İdris Hesenning delosini qayta ko'rib chiqishga turtki bo'lganligini bildirmagan. Interpolning Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan bir vaqtda İdris Hesenga tutish buyrug'i chiqarishi kishilik huquq organlari, Uyg'ur tashkilotlari, ba'zi g'arb siyosiyonlarining diqqatini qo'zg'agan. Amerika Von palata a'zosi Christopher Simis İdris Hesenni Xitoyga o'tkazib berish rasmiyatini darhol to'xtatishni talab qilgan. Kishilik huquq tashkilotlarining qarashicha, bu voqea Xitoyning Uyg'urlarni bostirishda Interpolni suiiste'mol qilayotganligining yana bir misoli ekan. Ba'zi xalqaro qonunshunoslar Interpolning İdris Hesenga chiqargan qizil tashliq tutish buyrug'ini to'ng'atish qarorini qarshi oladiganligini, biroq uning qandaqlarcha tekshirib baxmayla bundoq bir qizil tashliq buyrug'i chiqarishi jiddiy savol paydo qilganligini bildirgan. Erkin Asiya Radiosu'nun xabarida Norvegiyadagi Uyg'ur Yar fondi turg'izgan tutqundagi ziyolilar tizimligida atalmish Şinjan san'at institutining dotsenti, Cho'lponlar ustozi, aktyor Qéyum Muhemmedning ismi o'rin olgan. Muxbirning uzunga so'zilgan aniqlashlar davomida uning 3 yildan buyon tutqunda ekanligi dalillangan. Uyg'ur jamiyatida Cho'lponlar ustoz deb tanilgan ko'p qirliq san'atkor Qéyum Muhemmed 2017-yil 3 sahna, munbar va so'rovlardan tangli g'oyib bo'lgandan keyin bu bo'shliq Sherqiy Türkistan vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan Norvegiyadagi Uyg'ur Yer fondining diqqatini tortgan. Mazkur fondning yetakchisi Abduvali Ayub Qéyum Muhemmedning xizmat o'rni bo'lgan atalmish Şinjan san'at institutining to'rbetidan uningga dars o'rlashtirilmaganligi va to'rbatdan uningga oid barliq uchurlarning o'chirilganligini bayqagan. Natijada munosabatli kanallar orqali Qéyum Muhemmedning bir qancha mashhur san'atkorlar bilan birlikda 2017-yilning 5-ida tutqun qilinganligidan xabar topgan. Qashqardagi Hikoy nomli ko'p qismli televiziya filmining rejissyori, navbatda Amerikada yashayotgan faoliyatchi Tahir Ahmedning bayon qilishicha, mazkur filmda bosh rol olgan Qéyum Muhemmed bo'lg'usi kelini Misrda o'qib kelgan va tutqun qilingan bo'lg'achqa 2017-yilning dastlabki oylarida turmushda egizbaslikka yo'l qo'yishga boshlagan va bo'lg'usi kelinni qutqazishning ko'yida chepib yurganida qora xalta o'zining beshiga kiydirilgan ekan. Atalmish Şinjan san'at institutining kadrlar bo'limi xodimi Qéyum Muhemmed haqida uchra elish uchun aloqador rasmiy kanallar orqali aloqa qilishni tavsiya qilgan. Tahir Ahmedning tunishtirishicha, Qéyum Muhemmed ovoz artistligi, sahna riyosatchiligi, aktyorlik, san'at ma'rif qatorliq ko'p sohada chaqnagan bir talant egasi bo'lib, ko'p qirliq san'atkor va pishqon san'at ma'rifchisi bo'lish bilan birlikda u xayr-saxovat ishlarida qo'zg'ash va yetaklash kuchi bo'lgan jamoat arbobi bo'lib, navbatdagi san'at cho'lponlaridan Abdulla Abdurahim, Abdukerim Abduz qatorliq ko'p sondagi san'atkorning o'qituvchisi ekan. San'at institutining bir xodimi Qéyum Muhemmedning ilgari bir mazgil tutib tekshirilganligini oshkorlagan. Ammo uning qachon va nima uchun tekshirilganligi, tekshirishning natijasi haqida ma'lumot bermagan. Qéyum Muhemmed zivarning chivarligi va taxallus qatorliq etodlarda muvaffaqiyatli rol olgan va oldingi etoddagi Rahman obrazi bilan jamiyatda asli qolgan. Endi shu kunlarda shu bozorga ketib berib, onunla uchrashib qoldik. Men seni yoqtirib qoldim desam, gardimni shingdek tutib ketyapman da, ay qiqitib bir achchig'ini keltirib qo'y deb, amadali deb qo'ygan gap bu. Demoqchisiz, men texi
Vay vay. Bununla Haşimek tekmepti ki. Yey! Şimdi açık kılımı da diyen yapılmamdı o. Şuncu. 2-iyul dushanba kuni Tokio Olimpik velosiped minish musobaqasida chempion bo'lgan ikki Xitoy tanarkat mahiri mukofotni topshirib olganda Xitoy Kommunist partiyasining sobiq rahbari Mao Zedongning bosh surati tushirilgan iznakni taqab chiqqan. Bu qilmish Xalqaro Olimpik komitetining siyosiy tashviqotga yo'l qo'ymaslik belgilamasiga xiloflik qilgan deb ayblangan. Xalqaro Olimpik komiteti bu ishni tekshirishga boshlagan. Xalqaro Olimpik komiteti bayonotchisi Mark Adamis Xitoy tanarkatchilar masalasiga qarata o'zlarining Xitoy Olimpik komiteti bilan aloqalashganligini, ulardan mayirlarning iznak taqash ahvoli to'g'risida doklad berishni talab qilganligini, o'zlarining bu tekshirishni boshlaganligini bildirgan. Olimpik nizomnomasining 50-moddasidagi belgilamasi bo'yicha musobaqa maydonida har qanday shakldagi siyosiy, diniy yoki irqiy tashviqotlar ma'ni qilingan. Gerçi Xalqaro Olimpik komiteti oldin qayda musobaqa qatnashuvchilarining siyosiy bayonot e'lon qilish qoidasini bo'shashtirgan bo'lsa-mu, ammo mukofotlash sahnasida cheklagan. 3-iyul kuni Yevropa olam qatnash idorasi Turkiya va Siprosning yer yuzi temperaturasining bu oyda 2-qatim 50 Selsiya gradusdan eshib, doim o't ofati va tokning o'rlishini keltirib chiqardiganligini bildirgan. Issiq havoda Turkiyaning janubidagi temperatura 40 Selsiya gradusdan eshib, natijada tok sarfiyoti o'rilgan. Anqara, Istanbul qatorliq nurg'un shaharlarda o'xshamagan vaqt tok to'xtagan. Havo sharoitining o'rlishi yoki sayohatchilarning tasodifiy o't ishiltish sababli kelib chiqqan o't ofati o'rmon o't ofatlarining asosiy sababi ekan. Olimlarning mo'ljaricha yer shari temperaturasining o'rlishiga ergishib, issiqlik to'lqinining ko'payish qitim soni texmi ko'paydigan hamda kuchli bo'ldi ekan. Yevropa olam qatnash idorasi e'lon qilgan bayonotda Siprosni o'z ichiga olgan rayonning xaritasini e'lon qilib, qiyniq qizil rangda cho'ng doiradagi rayonlarni ko'rsatib, Turkiya va Siprosning yer yuzi temperaturasining yana bir qitim 50 Selsiya gradusdan eshib ketganligini bildirgan. Birinchi, xo'rak tartishgan kebab içinden 10 talni qaynatib, uxlashdan burun suyini bir stakandan ichib berib, buni bir hafta davomlashtirsa, xo'rak tartmaydigan bo'ladi. Ikkinchi, qadoqni yo'qotishda putni pokiz yuvib, so'ng piyoz g'ulining eng sirtidagi bir qavat postini elib, qadoqning ustiga plastir bilan chaplab qo'yib, bir kundan keyin elib olsangiz, og'riq to'xtaydi, ham qadoq yo'qaydi. Uchinchi, suygalga siyodan bilan tuzni so'qib surkab bersak, suygal yo'qaydi. 4. Mashinada höy bo'lib yandırdıganlar ablisini yevatsa ham ablisini şöpügini purab o'ltirsa yandırmaydı. 5. Yazda qursoq to'la og'riydi. Qursoq og'riganda achchiq suv bilan qora shakarni teng nisbatda aralashtirib qaynatib ichib bersa, qursoq og'rig'iga obdan shifo bo'ladi. 6. Burun yalg'ug'iga pishiq kesakni o'tqa tanglab, qizitib, ustiga ozroq achchiq suv qo'yib, kesakdan chiqqan ho'rni kuniga 2 qatimdan purab bersak, burun yalg'ug'i uzil kesil yo'qaydi. 7. Yingnosqi chiqib qolsa, zanjibilni qaynatib chiqqan ho'rida ko'zni ho'rdab bersak, yingnosqi yo'qaydi. 8. Uruqmoqchi bo'lganlar qora choy bilan zirdan teng miqdorda elib damlab ichishni odat qilib bersa, bu badandagi yog'larni parchalab uruq qiladi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.